inson kim deb so'rashsa mendan butun koinot deyman. Chegarasi yo'q. Bizni Alloh shu qadar mukammal yaratdiki, faqatgina unga ayon ichimizdagi sirlar, ichimizdagi bo'layotgan jarayonlar, biz o'zi qanday ishlaymiz, qanday holatdamiz, hammasi unga ayon. Bitta insonni ichiga kirib ko'ring, qani oxirgi nuqtasini topa olasizmi? Hech kim bilmaydi. Shu milliardlab kletkalar, tanamizdagi milliardlab cheksiz, hech kim raqamini bilmaydigan kletkalar hammasi bizni har kuni sog'lom bo'lishga, bizni har kuni ongli bo'lishimizga, umuman olganda hayotimizdan zavq olishimizga undayapti. Va siz aslida bitta emassiz, siz bir butun tana sifatida qaraganda cheksizsiz. Mana shu mukammalligimizni his qilganimiz, mana shu mukammal ekanimizni, chegarasiz ekanimizni, koinotchalik cheksiz ekanimizni tushunishimiz juda muhim.